Bu albatta pastlikdan nihoyatda yuqorida joylashganligi uchun ham bu yerga suv chiqarishni o'zi bir mashaqqat. Albatta tadbirkor Islom Xudoyberdiyev bu yerni bog' qilaman, katta bir bog'roqlarga aylantiramiz deb dinovliklarning tashabbuslariga qo'shilganda ko'pchilik ishonmagandi. Hattoki bu yerga giyoh o'stirish, daraxt qilish, bog'roqlarga aylantirish mumkin emas degan qarama-qarshiliklar ham ko'p bo'ldi va xo'p bu haqda gapirildi, muhokamalarga aylangandi, esingizda bo'lsa. Yo'q, u deputat orqaga qaramadi. Oldinga qarab intildi, intilganga toli yor deganlari rost chiqdi. Bugun mana shu daralarga qarasangiz 160 gektar yerda mana shu daraxtlar nafaqat o'sdi, nafaqat u bo'y ko'rsatdi, balkim mana bunday meva berishga ham ulgurdi. Demak, har bir inson intilsa, o'zidan ana shu bor narsani harakatida bo'lsa, albatta bu qachondir kelib o'zining samarasini berar ekan. O'ylaymizki, bir vaqtlar kelib bu yerda bog'-rog'lar ko'zga tashlanadi va eng asosiysi keyingi avlod uchun shu sarxil mevalar beradi. Bugun chindan ham ko'pchilikka ma'qul kelayotgan bog'da 20 ga yaqin mevali daraxt ko'chatlari barq urmoqda. Ayniqsa bu yerda uzum, yong'oq, bodom yaxshi ko'karar ekan deydi biz bilan suhbatda Islom Xudoyberdiyev. Shu kunlarda daraxtlarni sug'orish bilan bandmiz. Buning uchun 10 ga yaqin suvchilar jalb qilingan. Men baribir bu joylarni obod gulshanga aylantiraman deb qat'iy ohangda bu adirliklarga ko'chat ekish ishlarini davom ettirmoqda. Tepalikdan pastga qarar ekanmiz. Bir vaqtlar adirlar bag'rida umuman bog' yaratish ertaklik gap degan ba'zi yurtdoshlarimizga achindik to'g'risi. Ertami, kechmi daraxtlar yuqoriga bo'y cho'zib, sarxil mevalar bilan birgalikda soya beradigan manzarali daraxtlar ham inson hamma narsaga qodir degan tushunchani bersa ajab emas. Xalqimizda ko'z qo'rqoq, qo'l botir degan gap yuradi. Biz bu naqlning ne qadar haqiqat ekanligini, qanchalik to'g'ri ekanligini tadbirkor Islom Xudoyberdiyev tomonidan barpo etilgan mana shu yerda giyoh o'sish qiyin bo'lgan qir adirlarda katta bog' yaratganligida ham guvoh bo'ldik. Demak, har bir inson intilsa, o'z maqsadi sari talpinsa, albatta maqsadga erishar ekan. Keling, ko'ring, mana shu joylarda olib borilayotgan ishlar bilan siz ham vaqt topib tanishing. Jo'raqul Tursunov, Omon Abduhalimov, Surxondaryo.